Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan PHP da MySQL ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni o'rganamiz. Xo'sh. O'zi dastavval MySQL nima, ma'lumotlar bazasi nima? Shu to'g'risida gaplashib olamiz. MySQL bu ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi hisoblanadi. Ya'ni MBBT, ya'ni ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi. Bu ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi MySQL SQL tarkibida kelib chiqqan. Ya'ni asosi buning SQL hisoblanadi. SQL bu Structured Query Language hisoblanadi. Ya'ni nima qilingan? Strukturalangan so'rovlar tili hisoblanadi. Ya'ni MySQL SQL tarkibida kelib chiqqan. Ya'ni SQL ni boshqaruvchi MySQL ma'lumotlar bazasining boshqarish tizimi hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasi o'zlari bizga nimaga kerak? Ma'lumotlar bazasi bu saytimizda biz saytimizdan ro'yxatdan o'tamiz yoki qanaqadir ma'lumotlarni qoldiramiz, saytdagi o'zidagi joylashgan ma'lumotlarni saqlab turadigan SQL hisoblanadi. O'sha ma'lumotlarni SQL so'rovlar yordamida SQL ma'lumotlar bazasida, MySQL ma'lumotlar bazasida o'sha ma'lumotlar saqlanadi. Xo'sh, bundan tashqari biz hozir MySQL bilan ishlaymiz, ya'ni PHP da biz hozir MySQL ni ishlatamiz. MySQL dan boshqa ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari juda ko'p. Ularni ham aytib o'tishimiz mumkin. Oracle, keyin biz biladigan Access dasturi. Access dasturi bu Microsoft Office dasturlar paketiga keladi. Keyin Access, keyin bizda biladigan PostgreSQL bor. PostgreSQL, keyin Firebase va boshqa bir necha ko'p bo'lgan ma'lumotlar bazalarini aytishimiz mumkin. Xo'sh, bizlar hozir MySQL bilan foydalanib turib querylarni yaratamiz. Nimaga deganda PHP MySQL bilan yaxshi kelishib biladi, ya'ni PHP bilan birgalikda ishlatiladi. Hamda MySQL bu bepul bo'lgan ma'lumotlar bazasi hisoblanadi, free bo'lgan, ya'ni bizga bepul taqdim qiladi. Bundagi hamma nimalari ochiq, bizda foydalanadigan MySQL so'rovlarimiz MySQL ning o'zi ham biz uchun bepul taqdim etiladi. Shuning uchun ham MySQL dan foydalangan holda darslarimizni olib boramiz. Xo'sh, turlarini tushunib oldik. Endi biz MySQL ni ishlatishimiz uchun biz ham dasturini shu paytgacha ishlatib kelayotgan edik. Ham dasturi bu PHP mizni server sifatida foydalanish uchun kerak bo'ladigan edi. Endi o'sha ham dasturini ochib olaman. Ham dasturiga kiraman. Biz sizlar bilan shu paytgacha faqatgina Apache ga start berib Apache ni ishlatib kelayotgan edik. Bu Apache bizning PHP faylimizni, PHP dasturimizni ishlatish uchun kerak edi. Endi bizga mana bu joyda joylashgan MySQL ham kerak bo'ladi. Endi ikkalasiga ham startni bosib qo'yamiz. Endi bu safar MySQL ni ham yoqib qo'yamiz. Ya'ni MySQL dan ham endi biz foydalanib saytlarimizni, web dasturimizni tuzib ketamiz. Xo'sh, endi bunga kirib olishimiz kerak. Buning uchun brauzerni ochaman, localhost hamda phpMyAdmin ga kiraman. phpMyAdmin. Ya'ni bu hozir menga MySQL ning nimasini, interfeysini, UI ni ochib beradi. Ya'ni bu phpMyAdmin MySQL hisoblanadi. Ya'ni phpMyAdmin da MySQL joylashgan ham dasturining ichida. Demak, bizda MySQL ma'lumotlar bazasi birgalikda kelgan ekan ham dasturining ichida. Buni biz localhost qilib brauzer orqali o'sha nimaga, bazaga kirib oldik va mana bu joyga ahamiyat berasizlar. Bu bo'limda ma'lumotlar bazasini yaratishimiz mumkin. Bu joyda avvaldan yaratilgan ma'lumotlar bazasi mavjud. Men ham bu bazani bitta baza yaratib qo'yibman. Student degan baza yaratganman. Sizlarga shuni tushuntiraman dars davomida. Xo'sh, bu joyda baza данных SQL, состояние, учетный запись, eksport, import, настройка kabi bo'limlari mavjud. Bularni ham keyinchalik o'rganamiz. Hozir bizga asosiy kerak bo'ladigan narsa bitta biz mana bu joydan Sazdat qilib ma'lumotlar bazasini yaratishim kerak. Mana Sazdatni bosdim va mana bu joyga bazamizga nom beramiz va mana bu format, bu UTF-8 MB4 General CI formatda turadi bu. Va shu joydan biz Sazdatni bossak, o'sha yangi ma'lumotlar bazasi bizda mana bu joyda hosil bo'ladi. Men hozir bu joyda student degan ma'lumotlar bazasini yaratganman. Shuni tushuntiraman. Student degan ma'lumotlar bazasini yaratdim hamda
Yana bitta narsaga ahamiyat bering. Ma'lumotlar bazasining ichida bizda table'lar mavjud bo'ladi. Ya'ni table deganimiz jadval. O'sha bitta jadvalni ham men bu joyda hosil qilib ketganman. Mana bu joyda group 921-20 degan jadval yaratdim hamda bu jadvallarim ham ustunlarga bo'linadi. Xo'sh, hozir men shu joyda bitta pustoy jadval yaratib ko'rsataman. Navoya jadvalni bosdim va mana bu joyda imya tablitsa, ya'ni tablitsaga nima beramiz? Nom beramiz. Misol uchun student degan ma'lumotlar bazasi edi. Student 2 qilaman. Yoki buni student 2 emas, people qilamiz. O'quvchilar bo'lsin. People o'quvchi degan jadval bo'lsin va mana bu joyda ustunlarni qo'shishimiz mumkin. Hozir bizga 1, 2, 3, 4 ta ustun hosil qilib berdi. Yana bitta kerak bo'lsa, o'sha joydan yana bittani nima qilishimiz mumkin? Polya, maydon qo'shib olishimiz mumkin. Xo'sh, mana bu joyga endi ustunning nomlarini beramiz. Birinchisida ID'si bo'ladi, ya'ni o'zining tartib raqami bo'ladi. Keyin misol uchun ismi bo'lishi mumkin, bunda familiyasi bo'lishi mumkin. Xo'sh, bunda tug'ilgan sanasi, ya'ni sana deb kiritib olishim mumkin. Endi bu joyga ahamiyat beramiz. Bu joyda tip turibdi, ya'ni tip degani dasturash tilidan ma'lum, bu int tipi, integer tipi hisoblanadi. Keyin varchar tipi bor, text tipi bor, date tipi bor. Ya'ni bizda MySQLda 4 ta asosiy ma'lumotlar turi mavjud ekan. Int, integer, sonlar tipi va varchar. Varchar bu 255 gacha bo'lgan belgilarni qabul qiladi, shungacha bo'lgan nimalarni qabul qiladi. Text bor. Text bu katta tekstlarni, ya'ni 65535 ta belgi qabul qilishi mumkin. Date bu sana, ya'ni sana, oy, yil, vaqt, shunga o'xshagan sanalarni kiritishimiz mumkin. Keyin bundan tashqari qo'shimcha ravishda bizga числовой, simvol, har turli mana bu joydan ham ma'lumotlar turini tanlashimiz mumkin. Bu joyda mana bu yerda JSON format ham bor. JavaScript Object Notation hisoblanadi bu. Xo'sh, hozir bu ID'miz int tipida turadi. Ismi endi ism integer bo'lmaydi. Buni biz varchar qilamiz hamda mana bu joyga yozamiz. Misol uchun ism 30 belgidan oshmasin. Ya'ni biz bu joyda chegarasini ham berib ketamiz. Bu nimaga kerak? Buni men hozir mana bu joyda text qilib qo'yishim ham mumkin. Xatolik bo'lmaydi, lekin ismimiz ma'lumki nimadan? Ko'p belgidan tashkil topmaydi. Shuning uchun buni 30 qilib qo'yaman va familiyasini ham varchar qilamiz. Bunga ham 30 ta belgi yetadi. O'zi 30 ta belgi ham ko'p, maksimum 30 ta qildim. Endi mana bu joyda sanani biz mana bu joydan date'ni ham tanlashim mumkin. Xohlasam menga oy, kun, yil kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga tushamiz. Sana topamiz hozir. Date числовой. Bizga o'zimizni sanani belgilash uchun bitta tip mavjud edi. Date stamp, time stamp, date time. Xo'sh, hozir date time ni belgilab ketaman. Bo'ldi. Endi ID ga qaraymiz, ID ga o'tamiz. Mana bu joylarni ko'rib chiqamiz. Attribut 0 degani bu bo'sh bo'lishi mumkin emas. Agar qaysidir nimamizga bo'sh bo'lmaydigan ma'lumotni yozib OK ni bossak, mana bu 0 ni qo'yib ketsak, o'sha joyni to'ldirishimiz shart bo'lib qoladi. Ya'ni bo'sh tashlab o'tib ketishimiz mumkin emas. Va indeksiga ahamiyat bering. Mana bu joyda primary key berib qo'yaman. Ya'ni bu primary key bersak nima bo'ladi? Primary key degani bitta jadvalda ikkita bir nechta o'xshash ma'lumot bo'lishi mumkin emas. Ya'ni bizda mana bu ID bir marta yaratiladi va keyingi ID unaqa bir-biriga teng bo'lgan ID bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bunga men primary ni berib ketamiz. Ya'ni primary key hisoblanadi. Ya'ni kalit so'zimiz primary bunda. Va AI bor, ya'ni auto increment. Ya'ni auto increment bu nima qilishsin? Har bitta qo'shilgan ma'lumotga o'zi avtomatik incrementni, ya'ni ID qo'shib ketsin. Tartib raqamni o'zi ketma-ket ravishda ketidan qaysi keladigan bo'lsa, o'shani o'zi avtomatik tarzda qo'shib ketadi. Bo'ldi. Bu joylarini to'g'riladik, hamma joyi. Bu joylari ahamiyatsiz hozircha. Bo'ldi. Misol uchun hozir mana nima people degan jadval yaratdim va buni saqlab qo'yamiz. Oxirida сохранitni bosamiz. Va mana bu joyga people degan nima tushdi? Endi jadvalimiz paydo bo'ldi. Xo'sh, endi biz hozir ma'lumotlar bazasini yaratdik va ma'lumotlar student degan ma'lumotlar bazasi yaratdik va o'sha bazaning ichida bitta people degan nima yaratdik? Jadval yaratdik. Undan oldin men group 921-20 degan jadval ham yaratganman.
Hozir men mana shu joydan ochsam, bunda ham ustunlari mavjud, ismi, familiyasi, tug'ilgan yili va sanasi kabi, ID'si kabi ustunlar mavjud. Men hozir mana bu jadvalni PHP faylim bilan, dasturim bilan bog'lashni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, VS Code'ni ochib olaman va index11.php faylini yaratib oldim. Uning ichida men kodlarni yozdim, HTML va PHP kodlarini yozdim. Xo'sh, bularni tushuntiraman. Bu joyda men forma hosil qilib oldim. Ya'ni bizdan ism, familiya, sana so'raydi va placeholderni bilasizlar, bu ichidan chiqib turadi. Keyin bizda knopka chiqaradi, kiritish degan knopka chiqaradi. Ya'ni mana bu daniylarni, ma'lumotlarni to'ldirib bo'lgandan keyin kiritish degan valueni chiqarib turadi. OKni bossak, ya'ni kiritishni bossak, o'sha ma'lumotlarimiz nimaga? O'sha ma'lumotlar bazasiga saqlanishi kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bu joyga men hozir name berib ketganman, ya'ni inputlarga name berib ketdim. Buni men PHP kodlari ichida chaqirib olishim uchun bunga name berib ketganman. Endi xo'sh, davom qilamiz. If is set, ya'ni bu joyda PHP ni ochib oldim va PHP ni yopganman. Oxirida shart bilan tekshiryapman. Agar deyapman, is set deyapman. Ya'ni bu get metodi bor, get metodi. OKni berdim bu joyga. OK nima? OK mana bu joyga input submit ni name OK. Ya'ni biz o'sha kiritish degan knopkani bosgan paytimizda hozir ochib ko'rsataman shuni. Localhost projects index 11-dars. Ochdim. Mana bu joyda ism so'rayapti va familiya va tug'ilgan sanani so'raydi va mana bu joyga kiritishni bossak, ma'lumot kiritildi degan nima chiqishi kerak bo'ladi. Hozir men bo'sh kiritdim. Boya aytgan edim, 0 ga ptichka qo'yib ketsak, o'sha ma'lumotlarni bo'sh kiritishimiz mumkin emas. Hozir men bo'sh kiritib kiritishni bossam, ma'lumotlar bazasiga bo'sh bo'lgan ma'lumotlar saqlanib yuboryapti. Ya'ni qator qo'shilib ketildi. Xo'sh, tushuntiramiz. Ya'ni o'sha biz OK degan knopkaga, ya'ni kiritish degan battonni bosgan paytimizda nima bo'lsin? Shu jarayonni beryapmiz. Ya'ni OK ga murojaat qilganimizda con degan o'zgaruvchi ochib oldim va bunga MySQL li connect degan buyruqni chaqiryapman. Buning MySQL connect degan turi ham mavjud va MySQL li connect ham mavjud. O'zi PHP 7-versiyadan boshlab bu MySQL li connect ga o'zgargan. Nimaga deganda MySQL connectning o'zida birmuncha ko'p xatoliklar aniqlangan va dastur davomida ko'plab xatoliklarga olib keladi. Shuning uchun ham MySQL ya'ni MySQL li connectdan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni biz shundan foydalanib ketamiz. Siz ham hamma vaqt o'sha buyruqdan foydalaning. Xo'sh, bu joyda aytyapmiz, qaysi hostdan kiryapmiz. Biz hozir kompyuterimizda o'rnatilgan server orqali, ya'ni ham dasturi orqali bu dasturni ishlatyapmiz. Biz shuning uchun bunga local host beramiz. Ertaga siz qaysidir serverga, qaysidir hostingga qo'ygan payti o'shaning nomini berib ketasiz. Va root bu qaysi administrator ekanligi, biz PHP da rootga administrator nomidan kirganmiz va shunga rootni beryapman va undan keyin mana bu joyga parol yoziladi. Bizda parol yo'q, shuning uchun bunga bo'shini berib ketdim va undan keyin student. Ya'ni student degan nima? Nimamizni ochamiz, ma'lumotlar bazasini ochamiz. Student degan menda nima bor? Ma'lumotlar bazasi bor. O'shani ma'lumotlar bazasini oxirida yozaman. Keyin or beryapman, ya'ni agar bizda mana shu ma'lumotlar bazasi topilmasa yoki qaysidir nimani xato berib ketgan bo'lsak, bizga xatolik bor, bazada bog'lanmadi, ya'ni baza bog'lanmadi degan matnni qaytaradi. Undan keyin EFS SQL kabi o'zgaruvchilarni ochib oldim. Bunga get ismini olsin, get familiyasini olsin, get sanasini olsin dedim va SQL insert into deyapman. Ya'ni bu yerda men SQL buyruqlarini yozyapman. Insert into degani bu ma'lumot, ya'ni ustunlarga ma'lumot to'ldirish, ya'ni qator qo'shish bo'ladi. Insert into qaysi jadvalga qo'shsin? Group 921-20 jadvaliga qo'shsin. U jadval qayerda? U jadval MySQL ma'lumotlar bazasidagi student bazaning ichidagi group 921-20 jadvali. O'sha jadvalning ichida men yozyapman ism, familiya, sana, ya'ni birinchi nimasi bor edi? Ismi bor edi. Mana bu joyda ismi, familiyasi va nimasi bor? Sanasi bor. O'shalarni aytayapman. Nimaga men bu joyda ID ni yozmadim? ID ni yozmaganliging sababi buni biz increment qilyapmiz. Biz bunga